Sizlarni yana kanalda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan present simple va present continuous o'rtasidagi farqni o'rganamiz. Xo'p, o'zi biza present simple va present continuousni qachon, qayerda va nima uchun ishlatamiz? Bugungi darsimizda sizlar bilan buni batafsil o'rganamiz. Ya'ni qachon, qayerda va nima uchun present simple'ni ishlatishni 100% o'rganib olasiz. Qani bo'lmasam boshladik. Present simple. Present simple'ni biz faktlar uchun ishlatamiz, odatlar va jadvaldagi vaqtlar uchun ishlatamiz. Keling, bularni har biriga ikkitadan misol ko'rib chiqamiz. Faktlar. Misol uchun the sun goes around the earth. Ya'ni yer quyosh atrofida aylanadi. Bu bizda fakt. Ya'ni bu o'tmishda ham, hozir ham, kelajakda ham to'g'ri va haqiqat bo'lib qolaveradi. Ya'ni biz buni o'zgartira olmaymiz. Keyingi water boils at 100°C. Ya'ni suv 100 gradus issiqlikda qaynaydi. Ya'ni bu ham bizda fakt. Keyingi bizda odatlar. Misol uchun she always drinks coffee. U har doim kofe ichadi. Ya'ni bu uning odatiga aylanib bo'lgan. Ya'ni u muntazam ravishda kofe ichadi. Keyingi misolimiz he usually goes to bed at 11 p.m. U odatda kechki 11 da uxlashga yotadi. Ya'ni bu yerda ham u buning odati. Shu sababdan ham biz present simple ishlatyapmiz. Keyingi jadvaldagi vaqtlar. Jadvaldagi vaqtlar deganda misol uchun the train leaves at 2 p.m. Ya'ni poyezd soat 2 da jo'naydi. Ya'ni poyezd vaqtini biz belgilamaganmiz. Ya'ni u jadval asosida belgilangan. Shu sababdan ham biz bu yerda present simple ishlatamiz. Keyingi the basketball game starts at 9 o'clock. Ya'ni basketbol o'yini soat 9 da boshlanadi. Ya'ni bu ham bizga bog'liq emas. Ya'ni u oldindan o'sha rejalashtirib, jadval asosida boshlanadi. Shu sababdan ham present simple ishlatiladi. Xo'p, biz present continuousni qaysi holatlarda ishlatishimiz mumkin? Hozir sodir bo'layotgan ish harakatlarini tasvirlasak, atrofdagi o'zgarishlarni tasvirlasak. Misol uchun hozir sodir bo'layotgan ish harakatlarini tasvirlasak. Misol beradigan bo'lsak, I am walking in the street. Men ko'chada piyoda ketyapman. Ya'ni harakat hozir sodir bo'lyapti. Shu sababdan ham present continuous ishlatganmiz. He's reading a book right now. U ayni paytda kitob o'qiyapti. Harakat hozir sodir bo'lyapti. Shuning uchun ham present continuous ishlatamiz. Keyingisi atrofdagi o'zgarishlarni tasvirlasak. The price of the gas is increasing. Ya'ni gazning narxi oshib boryapti. Ya'ni bu hozir sodir bo'lmayapti, lekin bu holat muntazam ravishda sodir bo'lib bormoqda. Keyingisi the number of people are increasing day by day. Ya'ni aholi soni kundan kun oshib bormoqda. Ya'ni bu ham bizda ayni damda muntazam ravishda sodir bo'lib boryapti. Shu sababdan ham biz present continuousni ishlatamiz. Xo'p, present simple va present continuousni yasalish formulasini ko'radigan bo'lsak, avval present simple nimani ko'ramiz. Present simple ning yasalish formulasi subject, verb, object. Ya'ni ega, fe'l va to'ldiruvchi. Misol uchun I read a book. Men kitob o'qiyman. Ya'ni bu yerda present simple ishlatdim. Sababi harakat
bu yerda muntazam ravishda sodir bo'ladi. Ya'ni, harakat hozir sodir bo'lmayapti. Shuning uchun ham, present simple ishlatamiz. Keyingisi present continuous yasalish formulasi subject, am is are, verb, ing va object. Bunga misol ko'radigan bo'lsak, I am reading a book. Ya'ni ayni paytda men kitob o'qiyapman. Bu yerda present continuous ishladik, sababi harakat hozir sodir bo'lyapti. Shu sababdan ham biz present continuous ishlatganmiz. Xo'p, do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sababi biz bundan keyin bundan sifatli va yaxshiroq darsliklar tayyorlashga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.